Здорово, мышкала, сука. Со'lla bo'mi? Ha? So'lla bo'mdi o'man nahvoy. Allo jalla. So'lla bo'lsa beruramz, bo'lmasa yo'qolib qolamiz nahvoy. Otama o'lasizlar. O'lmasanglar otama. Любойlaringdan so'rab olishga aqlim yetadi nahvoy. Qani kal? Qani kal? O'tag'imi kal, yo'q kal endi. So'shni ko'rasizlarmi? Вуф, вуф, вуф. Любой taraf ketaveradi soch, короче. Portlatib o'ralayman, любойlaring. Tarzan degan multik ko'rganmisizlar, hattobi kinosini? Tarzan degan yigit men bo'laman. Prosta hozir Turkiyada chiqishim kerak edi, ikkita baringni yopishtirib. Chiqolmadim. Sabab YouTube ban beraverishim mumkin. Atak soch turmagi chotki Tarzanni likni o'zim o'g'irlab yeganman. Xotkasiga qiziq ekanlar, qancha nech pul ekanlar? $1000. Bir noch 5000. Kerakmi shunaqasi? Kerak bo'lsa davay. Sochni full obzor qilsalaring, full obzor qilib qo'yaverayman. Qaranglar, mana soch. Suka. Ayam bekorga men Rapunzel demaganda, cho'nstilam. Wow! Rapunzel mana. So'llabo. To'xtanglar. Yanglashilmovchilik bo'ldi. Yanglashilmovchilik, uzr. Sochim chiqib ketib qoldi, yanglashilmovchilik bu. Prosta terim yumshoqligida soch orqaga chiqib ketib qoldi bu. Sizlar buni parik deb o'ylamanglar, bu parik emas bu. Bu men o'zimni realniy sochim bu. Qani men chat bilan ozgina suhbatlashay. Qalaysizlar, chat? Sizlar chiqib ketdi deb o'ylamanglar. Bu prosta kallamdagi terim yumshoqligidan ozgina bunday bo'lib qaytib keldi. Mavguli Tarzan anju yigit men bo'laman. Nomeringizni bering yaxshi qiz. O'ttoning, men sizga nomer bermayman. So'rab oling. Nomer kerakmi? Hozir men sizlar bilan bitta narsani test qilamiz. Assalomu alaykum o'quvchilarim. Yaxshimisizlar? Bugun biz sizlar bilan seksopatologiya darsini birgalikda o'tib o'rganamiz. Bolalar qayerdan keladi? Nima sabab bolalar bo'ladi? Hammasini bugungi darsda ko'rib birga o'rganib olishlaring mumkin do'stlar. To'pato'g'ri. Sizlar bilan Bahrov Aslom seksopatolog bo'ladi bugun. Bemalol qanaqa savollaring bo'lsa berishlaring mumkin. Eshitaman. Ебали нахуй! Сука, ебаня качок нахуй, вахуй! Portadoraman nahvoy, девушкаlar. Девушка, парень nahvoy, mendaqa sochli yo'q. Ona. Og'izlarga kirib ketibdi, uzr. Portadaman, любой. Bam. Ikki shapalo o'lasizlar. Dadam ko'raylik. Dadam ko'rasizda jigar, ozgina o'zimni ko'ring, birinchi o'zimni ko'rib oling. Bunaqa yuzlarni uncha vaqt ichida ko'ra olmaysiz. Hurmatli o'quvchilar, sizlar bilan bugun seks bo'yicha dars o'tamiz. Tak. Bola va qiz nima uchun kerak va nima uchun bu hayotga keladi? 18 yoshdan o'tib bolalarning cho'choq qimillashni boshlaydi. Bu degani qiz yo'q, mayli, qizlarni aralashtirmaymiz. Mayli, meni tussiz yigit deb o'ylashlaring mumkin. O'g'il bolalarning cho'choq qimillashni boshlaganidan keyin o'g'il bolalarning xayoliga faqatgina seks keladi. Bunaqa vaqtda o'g'il bolalar nima qiladi? Banyaga kiradi. Kir sovunni oladi. Kir sovun bo'lmasa, jiddiy milani oladi-da, qo'lni bunday qiladi-da, shunday ishtonda 5 minut. Va uning bolachalari dadajon degan so'zlar bilan kanalizatsiyaga oqib ketadi. Va kanalizatsiyada o'z otasini qidiradi u yigitlar. Lekin ammo topolmaydi o'z otalarini. Chunki otalari maniyak, isqirt, odam o'ldirgich insonlar. Qanchadan qancha bolani vannaga oqizib yuboradi. Savollar bo'lsa beraverasizlar bemalol. Savollaringga javobni olaverasizlar. Cho'chimasa savol beraverlar. Geysan. Harrom. Tak. Endi men sizlarga ozgina tushuntirib beray. Kallalaringga qo'ttag'im, bir ikkita tushunmaganlar suka. Streamda suka imish degan narsa bor, bilay. Po'xo'y, mayli, sizlarga tushuntirmayman. Pashol nahvoy. Gandon bilan sizlarni suka men parimi ichib qo'ydim. Qaysi oldida ravidi bu gandonni? Po'xo'y.
Aslan qaytdi. Salom. Deskiga og'ziga beraman. Bloklab tashlaganman. Nechiga. Kal. Qani naxoy? Kal deb yoza olasizlarmi endi naxoy? Kal deb yoza olasizlarmi? Yozolmaysizlar naxoy. Chunki meni u sochim bor, tushunasizlar? Bam! Sochim bor. Mowgli, Tarzan, o'sha yigit men bo'laman. Kal. Xuddami kal naxoy. Sochni ko'rmayapsanmi uzunligini, jalla? Ko'rinmayaptimi soch? Suga. Wow! Ебать! Бля. Ну mayli. Короче, bu narsani qilishimdan maqsad sizlarga o'xshagan isqirtlar kuniga har streamda suga kal deb yozdi. Endi o'tag'imni kal degan holda men sizlar uchun parik olib keldim naxoy. Endi xuy kal deb yozasizlar. Bittalaring naxoy. Shunday kal deb kommentariyga yozasizlar, parik kiyib o'tiraman. Parik kiyib o'tiraman. Boyaga savol, bitta savolim bor degandim. O'sha savolimga to'g'ri javob berolmadilar. Mana shu turishda qaraydi. Qaysi porno aktrisaga o'xshadi? Bizga o'xshaganman lekin. Topsalaring вообще 555 ketardim sizlarga. Topolmasalaring endi bilmadim. Balla, yebay. Suka! Naxoy, bam naxoy. Porda to'g'ri olayman, cho'nsizlar любой. Mia Khalifa. Harrosh naxoy. Masalani bu savollar bilan men sizlarni qanchalik isqirtliklaringni bilmamoqchi edim. Qanchalik sizlar suka zoofil jalla, pedofil bilan shizofreniya fil naxoy. Qanchalik porno ko'rishlaringni bilib oldim men sizlarni. Bu savolni men prosta bergandim, lekin sizlar o'zlaringni ochib qo'ydilar. Qanchalik ko'p porno ko'rib, qanchalik ko'p aktrisani tanishlaringni. Ko'rdlaringmi naxoy? Ana shunday qilib men sizlar miyalaringni hozir chiqarib oldim Mia Khalifani. Sizlar naxoy Mia Khalifani fanat egansizlar, sizlar ko'rib o'tirgansizlar ikkitalardan kechgacha. Balla, chiroyli qizlarsiz. Kam, cho'nsam bizga ana qizlar bilan atnashayna degan narsa kerak emas-da. O'zim uchun o'zim qiz bola bo'laveraman yesli. Porda to'g'ri. Mana. Turibman mana. Kimdir, "Voy, Aslon jalla, seni qizchang yo'q bila. O'zingga bitta qiz topmaysan, populyarni ko'rsan, bitta qiz do, o'sha bilan gaplash, mutit qilib, bang'illatib yurasan" dedi. Ibam naxoy qarabki, Aslon boy srazu parik taqib olib naxoy qiz bola bor. Shunday turadi mana shu turgan joyda. Ne qiladi naxoy sigma jala, sigma, bam. Yo, bitch, bam naxoy, sigma. Farqi yo'q-da, jo'nsizlar, soch billa. Qurda to'g'riradi har taraflama. Savollar bo'lmi yana? Yo'q degan umiddaman. Ta'kiddan naxoy, pashon naxoy, kal deb yozgan, o'zi kal bo'lib qoldi. Sochlar to'kilib ketsin suga, bittalar. Поэтому kommentariyada kal yoki katta kal yoki qaysidir TikTokda videoda ko'rib qolsa kal, Instagramda ko'rib qolsa kal deb yozish shart emas. Soch o'sadi. Soch o'smasa naxoy, paru taqaman, paru. Lekin soch o'sadi. 100 talik, konkretni. Ko'rdlaring soch nimadir bo'ldi, svet o'chib yonganday bo'ldi. Hozir men shunday svet to'g'rilab olay. Bo'ldi. Soch o'sadi, to'kiladi va yana o'saveradi. Так что не пиздите тут. Nimadirlar deb gapirishlaring вообще shart emas. O'zlaring uchun bilib qo'yinglar, jigarlar. Qani men o'zimni streamimga kiray. Qani chatda nima gap, nima so'z, chat bilan ozgina gaplashay qani. YouTube men streamim, mana streamim. Oh, buddy. Assalomu alaykum, hurmatli do'stlar. Sizlar bilan Aslanboy. O'sha yana sochli dalboy bola ketdi, sizlar bilan. Balla, kal. Qutag'imni kal. Ko'rdingmi hozir sochimni?
Balar Qo'y, baribir fupel kel. yoza mehkiznak. Hozir nima taqdim? Ko'rmadingmi sen? Fedya jallab yayib balna qo'y, danat qilmaylar, iltimos bilay. Telefon shunday danisha alersiya kiramasam bilan mehkizdan ko'rdingizdan bangalla turadi har tarafdan. Shun danisha alersiya kiramizda shunday deb qanaqadir mehkizdan ko'rdingizdan shunday skipchani bosib qo'yamiz. O'zi bilan o'zi ovora bo'lib yotaveradi. Bolalar full kalla yozadi. Yo'q u yerda. O'jala sochimni ko'rmayapsanmi uka? Soch uzunligi. Uzunini qo'y. Ko'zlari og'ilib. Bilay! Sochlar yapışık oldu kallam. Aslan yaxshimiz ko'rib turganingizda chotganman, zo'rman, sog'-sog'lom ot yuribman. Uyqalay jigarim, sog'-sog'lom ot yuribsizmi? Ishlar ulatdimi? Like'larni bosamiz, jigarlar nima baqul? Qani 3000 ta like suka, men sizlarga 5000 ta RP beraman deb o'tirib, aslan uysidan. 5000 ta RP beraman deb o'tirsam, sizlar suka like bosmasalar, qanday bunday? Rahmat aytganlaring uchun soatni ichib qo'ymasam bilaman. Polibon mujallat nimadir bo'ladi, bu soat bilib bilmayman, palakat men qo'limda soat tursa. Savollar bo'lsa bemalol beraverasizlar. Kal, maymuncham. Og'zingga ol. degan gap eshitganmisiz jigar? Eshitmagan bo'lsangiz eshitib oling. Naushnikni yondirdik. Bunday qilamizda, mana bu yerdan hozir bizga kerak bo'ladi kabel. Kabelni bunday olamiz. Mana zaryadchikni olamizda. Keyin mana uni nima yerda tur. Og'zingizga berishni ish bo'l. Kam jalla bu. Bunday gaplashmayman bilan. Og'iz pozing yirtib qo'yaman. Oh yeah. Kirdi. Ye. Aman. Bo'ldi. Bu ham bunday bo'ladi. Bunday qilib ergamda qvarsiga ham bo'laveradi. Keyin bunday soch to'g'rilaymizda. Sizlar bilan ozgina gaplashaylik. Qani sizlar bilan gaplashmaganimizga 13 yil 5 oy bo'libdi. Qani erdan berdan so'z erkinligi sizlar uchun. Qani gaplashaylik. Nima gap? Qalaysizlar? Zo'rmisizlar? Sog'-salomat yuribsizlarmi? Ishlar bo'lyaptimi? Like'larni hali beri 3000 ta qimmatlaring ya vaqo ekan eshitna bilan like bosmaymsizlar. Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Salom chiroyli qiz, tanishdik bo'ladimi jon? Qanaqa qiz jalla bo'ldi? Уже qiz bola rejim не активирован, уже Aslanboy rejim активирован, понимаешь, братишка? Уже yo'q ana parik. Уже sochda. Ballay. Achkilar zagar olib ketgan. Nima bo'lgan achkilar? Kuyib ketganman achki. Nima ko'rinmayapti hech narsa. O, mana hayot. Kal, tipratikon. Parik qancha? Bilmayman bittazan, prokatga oldim parikni. Siz bilasizlar, konkretni tilket qilsizlar, men kalmasman deyman, ko'rdilaring mana. Hozir men sizlarga sochni taqib ko'rsatdim suka. Qanday yana kal bo'lishim mumkin? Ko'rdilaring hozir men sizlarga soch shunday taqib kallamda ko'rsatdim-ku. Kaldim edi. O'zlaringga berib qo'yishim mumkin.